Bizga sotuv muhim emas. Bizning asosiy maqsadimiz bu sifat. Insonlarning ishonchi, Darmaydi. salomatligi biz uchun birinchi o'rinda. Xo'p, ana Ko'tarmaydi. Bo'ldi. Sen qilgan payting men bittada ko'taraman. albatta qo'shilish kerak. Chunki hozir bir daqiqa. Alo. O'rtoq yaxshimisan? Bir. Qayta telefon qilyapsan. Majlisdaman. Iltimosim bor, telefon ko'tarmaysan. Xo'p, gapir. O'zingga shift yasab olmagan iltimos. Men qarab, lakat tashiyman. Bor menga telefon qil iltimos. Lakatsi? Bobur, O'rtoq bordingmi? ha, lokatsiya bo'yicha keldim. O'sha yerda tosh bor. Tosh tagiga qaragin. Tosh? Hozir. Tosh. Pulmi Bobur? O'sha pulni o'rtoq yana bitta lokatsiya tashlagan. O'sha yerga aytib ber iltimos sani. Bobur, hozir tashlagan lokatsiyang 15 kilometrga. Keyingi tashlagan lokatsiyang 35 kilometr, Bobur. O'rtoq, to'g'risini aytsam, ishdan keyin yarim kechasi o'sha yerdan o'tayotgandim. Qanaqadir ehson qilishni Alloh ko'nglimga soldi. O'sha zahotiyoq shu pulni tosh tagiga qo'ydim va ketdim. Ehson? Ehson qilmoqchi bo'lsang, o'zing aytib bersang bo'lmaydimi? O'rtoq, to'g'ri tushun. Agar uygacha borganimda har xil yetishmovchiliklar, muammolar, qarzlar shayton yo'lda urib qo'yardi o'rtoq. Fikrim o'zgarib qolishidan qo'rqdim. Ehson qilishni ko'nglimga solgan zahoti o'sha toshning tagiga qo'ydim u ketdim. O'rtoq, savobini senga ilindim. Aytib bera qo'y iltimos. Xo'p. Rahmat. Alo, Akmal. Ishdamisan? Olsang bitta lokatsiya tashiyman. Bor, telefon qiling.